Hammaga assalomu alaykum. Yerto'lada ofis joy. Bu yoqda telefonda svязь yo'q. Telefon qilib bo'ladi, na internet ishlaydi. Bizlar aloqa sifatini kuchaytiruvchi sertifikatiga ega GSM 2G, 3G, 4G repeater qo'yib berdik. Bemalol mana bu xona va yonidagi xonaga ham bemalol svязь va internet qilib beryapti. Mana hozir qo'limdan qo'yay. Xo'sh, mana umuman ishlamaydi. Internet ham telefon qilib ham bo'lmaydi. Yo'qolib qoldi bundan. Qilamiz, Komiljon Texnoga telefon qilamiz. Umuman ishlamaydi. Svязь umuman yo'q bu yerda. Endi o'chirdik. Hozir tokda emas. Tokka qo'yib bismillah boshladik. Hozir antena chiqadi. Mana ishlashni boshladi. 3G, 4G ketdi. Xo'p, endi mana telefonga qaraymiz. Mana to'lib ketdi bunisi ham. Endi bunday qilsak, yana bitta 4G ham ketdi mana. Polni pataloq 4G. Уже internet ham ishlashni boshladi. Bemalol ikkita xona yonma-yon ketdi. Internet ham ishladi. Svязь ham bo'ldi. Telefon qilib ham bo'ladi endi. Mana gudok ketyapti.